Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Sport kanaliga xush kelibsiz. Sport yangiliklari va jonli efirlarni kuzatib borishni istasangiz, Sport Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Havola tavsif qismida. 3-iyun kuni Samarqand shahri yana katta MMA oqshomiga mezbonlik qiladi. Bu safar asosiy e'tibor o'zbekistonlik mashhur jangchi Xatanbek Boynazarov va asli braziliyalik hozirda Portugaliya nomidan jang qilib kelayotgan Rangel Dessa o'rtasidagi to'qnashuvga qaratilgan. Umumiy statistikaga qaraydigan bo'lsak, ikki jangchi deyarli bir xil darajada ko'rinadi. Ammo ayni paytda 77 kilogramm vaznda Xatanbek Boynazarov O'zbekistondagi eng kuchli jangchilardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa uning kurash bazasi, parterdagi ustunligi va raqibni nazoratda ushlab turish mahorati uni haqiqiy top jangchiga aylantirdi. Xatanbek faoliyati davomida UAE Warriors kabi kuchli tashkilotda ham chempionlikni qo'lga kiritgan. Bu esa har qanday jangchi uchun juda katta natija hisoblanadi. Yana bir muhim jihat, Xatanbek ko'pchilikdan farqli ravishda raqib tanlamaydi. U doim xavfli va kuchli jangchilarga qarshi chiqishga tayyor. Rangel Dessa haqida gapiradigan bo'lsak, u faoliyati davomida Braziliya, Yevropa, turli promotionlarda jang qilgan. Garchi uning ko'plab g'alabalari o'rta darajadagi ligalarda qo'lga kiritilgan bo'lsa ham, braziliyalik jangchilar har doim kutilmagan natija qayd etishi bilan mashhur. MMA tarixida braziliyaliklar ko'p bora favoritlarni sensatsion tarzda mag'lub etgan. Shu sababli Xatanbek bu jangda ochiq favorit bo'lib ko'rmayotgan bo'lsa-da, ehtimoliy upsetni ham inkor qilib bo'lmaydi. Samarqanddagi bu oqshom haqiqiy jang muxlislari uchun juda qiziqarli o'tishi kutilmoqda. Bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Eng tezkor sport yangiliklari va eksklyuziv videolar aynan Sport kanalida.